Assalomu alaykum azizlar. Mana alhamdulillah navbatdagi darsimizga ham yetib keldik. Inshaalloh bugungi darsimizda yangi bo'lim, yangi mavzu, yangi ilm bo'lgan CSS haqida gaplashamiz inshaalloh. Bu qani bo'lmasam ketdik. Xo'p, kelinglar yaxshisi biz CSS nima mavzusiga chuqurroq kirib borishimizdan oldin birinchi o'tgan mavzularni bir qator takrorlab olsak. Bizning qurilmalarimiz serverlarga so'rov jo'natganda serverlar odatda bizga 3 xil fayllarni jo'natadi deyilgan edi. Odatda bular HTML, CSS va JavaScriptlar bo'ladi. Xo'p, HTML nima? HTML bu veb-saytning strukturasi hisoblanadi. Veb-saytda ko'zingiz bilan ko'rib turadigan nimaiki narsa bo'ladigan bo'lsa, rasm bo'ladimi, qandaydir matn bo'ladimi, qandaydir kontent bo'ladimi, qandaydir ma'lumot bo'ladimi, linklar bo'ladimi, bularning barchasi HTML ning ichida bo'ladi deyilgan edi. Bu haqida biz HTML darslarimizda ulardan qanday foydalanish haqida alohida tushuntirib o'tganmiz. CSS mana shu HTML fayl yoki HTML faylning ichidagi nimaniki rangini, dizaynni, fontlarni o'zgartirmoqchi bo'lsak, buni odatda CSS bilan qilishimiz mumkin. JavaScriptda nima qilinadi? JavaScript bu veb-saytning qanday behave qilishi, ya'ni veb-saytimiz qanday funksiyalarga ega bo'lishini JavaScript orqali amalda bajaramiz inshaalloh. Xo'sh, ana endi CSS ga chuqurroq kirib boradigan bo'lsak, CSS nima? Uni to'liq ma'nosi nima? Cascading Style Sheets degani, ya'ni cascading bu so'zma-so'z tarjima qilganimizda buni cascading tepadan pastga qarab oquvchi suv, ya'ni sharsharaga nisbatan cascading deyiladi. Style bu uslub, fason, sheets bo'lsa bu choyshab yoki varoqlar, shunga o'xshagan narsalarni sheets deyiladi. Xo'p, endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Uslubni, varoqni yoki choyshabni, sharsharani bu programmingga nima aloqasi bor? Bu juda ham qiziq savol va o'rinli savol. Xo'p, ana endi bu tushunchalar orqasidagi g'oyalarni tanishib chiqamiz. Cascadingdan boshlaydigan bo'lsak, cascading tepadan pastga qarab oquvchi suv dedik. Xo'p, tepadan pastga qarab oquvchi suvni nima aloqasi bor? Tepadan pastga qarab oqish deganda biz aynan suvni nazarda tutmaymiz. Biz misol uchun o'rganganimizdek, mening veb-saytim degan saytni yaratayotgan edik. Mana shu veb-saytda H1 degan sarlavhani qo'ydikda, bu sarlavhaga mening veb-saytim dedik va pastdan turli xil sarlavhalarni berdik. Ya'ni H2 sarlavhasini berdik, bir nechta H2 dan foydalandik. Mana shu bir nechta H2 dan foydalanganimizda har birida misol uchun mening ma'lumotim, misol uchun mening tajribam degan sarlavhalarni berdik. Mana shu sarlavhalarni berishda biz H2 ni bir necha marta ishlatdik. Xo'p, endi dizaynlashtirishda biz buni hammasiga bitta-bitta to'xtashimiz shartmi? Agar siz bularni har birini alohida dizaynlashtirmoqchi bo'lsangiz, to'xtashingiz kerak. Yoki bo'lmasam umumiy g'oya, umumiy dizaynni berayotgan bo'lsangiz, bularni umumiy nomi nima? H2 degan tag nomi bularning umumiy nomi. Yoki selektorlar mavzusida o'tamiz. Selektorlar nima bo'ladi? Ularda class bo'ladi yoki ID bo'ladi. Class nomi, ID nomi bo'ladi. Bular haqida batafsil inshaalloh selektorlar mavzusida o'tamiz. Mana shu nomlar bilan, ularni umumlashtirib turuvchi nomlar bilan bitta dizaynni bersak, tepadagi mana shu nomdagi misol uchun bitta tag bo'ladigan bo'lsa, bunga bitta dizayn berilsa, H2 ga misol uchun pastda ham H2 lar bor, ularga ham xuddi shu dizaynni bermoqchi bo'lsangiz, mana shu ularning umumiy nomi bo'lgan H2 dan foydalanib bitta dizaynni bersangiz, veb-saytni tepasidagi ham, pastdagi ham barchasining dizayni, H2 ning dizayni bir xil bo'ladi. Mana shu narsaga cascading deyiladi. Ana endi style sheets ga o'tadigan bo'lsak, style sheets nima? Biz HTML mavzusida o'tganimizdek, HTMLda HT bu hypertext degani, ML bo'lsa bu markup language degani. Bu HTML markup language'larning bir turi edi. Bundan tashqari boshqa markup language'lar ham bor edi. Misol uchun XML bor edi, XHTML bor edi va boshqalari bor edi. Xuddi mana shunday style sheets degan language turi bor. CSS mana shu style sheetsni bir turi xolos. Ya'ni cascading style sheets bu style sheets language ning bir turi xolos. Bundan tashqari boshqa style sheet language'lar ham bor. Misol uchun Sass bor, misol uchun yo bo'lsa Less bor. Bundan tashqari boshqa yana style sheet language'lari mavjud. Bular haqida Google orqali bilib olishingiz mumkin. Mana shu narsa
style sheets language turidan biri bo'lganligi uchun style sheets deyiladi. Va bundan tashqari yana bir narsa bor. Biz barcha bezak dizaynlarni ishlatganmiz va bir veb-saytda qanday dizayn ishlatgan bo'lsak, mana shu dizaynlarni boshqa veb-saytlarda ham foydalansak bo'ladi. Ya'ni bir alohida CSS faylimiz bor. Bu faylda boshqa veb-saytlarni, boshqa HTML fayllarga dizayn berishda foydalanishimiz ham mumkin. Mana shu narsalar uchun ham style sheets nomi berilgan. Mana alhamdulillah bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Inshaalloh sizlar bilan keyingi darsda ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, Allohning panohida bo'linglar. Inshaalloh keyingi darsimizda biz HTML fayllarimizga qanday qilib CSS fayllarni ulashni yoki HTML fayllarning ichida qanday qilib CSS ni ishlatishni o'rganamiz inshaalloh. Barchangiz Allohning panohida bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Inshaalloh keyingi darslarimizda ko'rishguncha barchangizga xayr.